Assalomu alaykum YouTube ahli, tinchmisizlar? Salohiyada ko'rdingizlar, Damas boshlang'ich to'lovsiz deb qo'yilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, Telegramda videolar aylanishni boshladi. Ya'ni o'zim ham qo'ydim, boshlang'ich to'lovsiz Damas avtomashinasini avtosalonimizdan xarid qilishlaringiz mumkin deb. Faqatgina endi Reels videolarga yoki Telegramga to'liq ma'lumot berish biroz qiyin. YouTube bu platforma aynan shu to'liq ma'lumotlar berish uchun o'z tartibi qanday qonun qoidalar bilan bo'ladi, sizlarga ushbu videoda tushuntirib o'taman. Tartib bilan sizlarni tushuntiraman. Birinchi navbatda grafik bor. Shunday ekranga chiqaraman. Ko'ra olinglar. Bu oylik grafikni skrinshot qilib olinglar yoki pastda Telegram kanalim bor. Описаниеda ham, kommentariyada ham qo'yib qo'yaman. Grafikni o'sha yerda qoldiraman. Qo'shimcha savollaringiz bo'yicha o'sha yerga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, boshlang'ich to'lovsiz Damas avtomashinasi berilyapti. Kim tomonidan qanday tartibda bo'lyapti? Boshlang'ich to'lovsiz Aloqa bank bilan birgalikda avtosalonlar shartnoma berib, Aloqa bankka yuborib, avtokredit qilib berishyapti. Ya'ni bu rassrochka emas, ya'ni 0% ham emas, bu 18% dan avtokredit qilib beriladi. So'kmanglar, menga gapirmanglar, chunki men sizlarga faqatgina ma'lumotni yetkazyapman. Rassrochka bor-ku deyishlaringiz mumkin. Ha, albatta, xuddi shunday rassrochka ham bor. 30% to'lasanglar, 13 oyga 50% to'lasanglar, 22 oydan 28 oygacha bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Faqatgina boshlang'ich to'lovsiz ham ko'pchilik so'raydi. Boshlang'ich to'lovsiz chiqdi, faqat ustiga foiz bor. Foiz ham 25-26 emas. 18% dan berilyapti, faqatgina qonun qoidalari, ya'ni shartlari bor. Shu shartlarni aytib o'taman. Birinchi navbatda yosh chegarasi 18 yoshdan 30 yoshgacha ushbu 18% lik boshlang'ich to'lovsiz avtokredit taqdim qilinyapti. Haydovchilik guvohnomasi bo'lishi kerak. Birinchi yosh haydovchilik guvohnomasi va hech qayerda ishlamaslik kerak. Ya'ni o'sha Maygovdan yoki shunga o'xshash joydan ishsiz ko'rinishi kerak. Va yana bir qiyinroq narsa, men endi shunday deb o'ylayapman. Mahallada o'sha yoshlar yetakchisi bo'lar ekan, yoshlar yetakchisi tomonidan yoshlar kitobiga ham kirgizilgan bo'lishi kerak ekan. Shundagina Aloqa bank chiqarib berishi mumkin bo'lar ekan. Men buni e'lon qildim. Endi bunaqa formatda emas, boshlang'ich to'lovsiz berish boshlandi deb o'zimning kanallarimda e'lon qildim va 2-3 kishi yozdi. Bizga ham bu xabar kelgandi. Mahalladagi Telegram gruppamizda lab olmoqchi bo'lganlar, Damas olmoqchi bo'lganlar, shunaqa boshlang'ich to'lovsiz 18% dan beryapti deb kelgandi. Rost ekanda deb odamlar yozishdi. Demak, rostdan ham bor ekan, ya'ni mahallalar kanaliga, Telegram gruppalar bo'ladi-ku, shunaqalarga e'lon qilingan ekan. Damas, Labona, Damasni yuk tashiydigan varianti va Damasni kombi variantini menimcha xarid qilsa bo'ladi. Bank xodimlari shunaqa ma'lumot berishdi, olsa bo'ladi. Xo'p, yil masalasi 36 oyga olsanglar bo'ladi, 48 oyga ham, ya'ni 4 yil ham, 5 yil ham, 6 yil ham, 7 yilga ham olsanglar bo'ladi. Endi unaqa uzoq yillarga olishni uncha tavsiya qilmayman. Sababi foiz past bo'lgani bilan yil uzoqlashgani sari to'layotgan summa kattalashib ketaverishi mumkin. Bu aniq. Iloji boricha agar xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, yilni kamroq qilib olishni tavsiya qilaman. Iloji boricha tezroq yopib olish kerak, sababi bu foizli. O'zim tavsiyam hatto 30% to'lab 13 oyga 1% olgan yaxshiroq deb o'ylayman va hujjat ishlari bunaqa ko'p bo'lmaydi. Yugur ham menimcha o'zlaricha ko'p bo'lmaydi. Qisqasi, rassrochkaga olishni men ko'proq tavsiya qilgan bo'lar edim. O'zimning shaxsiy taklifim, tavsiyam. Agar xohlovchilar bo'lsa, shartlarni tushuntirib o'tdim. Salondan borib shartnoma olasizlar yoki onlayn olsanglar ham bo'ladi buning shartnomasini. Olasizlar, bankka borib, qolganini bank bilan gaplashasizlar. Bank pulni ko'chirib bergandan keyin mashina tayyor yo'q demasizlar, 1 hafta 10 kunda kelyapti. Mashina kelgandan keyin olib ketasizlar. Labola ham 2-3 kunda kelyapti. Mashina kelgandan keyin olib ketasizlar. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aynan xuddi shu tartib qoida bilan bemalol avtosalonimizga tashrif buyursalaringiz bo'ladi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Yana aytib o'taman, men sizlarga ushbu boshlang'ich to'lovsiz deb ijtimoiy tarmoqlarda odatda video qilinadi. Shu mavzuga aniqlik kiritib beryapman. Boshlang'ich to'lovsizda qonun qoidalari qanayligi haqida sizlarga ma'lumot beryapman. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa ochiq oydin qilib hamma ham gapiravermaydi.